TTV telekanali hamda TTV musiqa telekanallarida 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston hamda Turkmaniston xalq artisti, o'zbek qo'shiqchilik san'ati afsonasi Bobomurod Hamdamovning yorqin xotirasiga bag'ishlab tasvirga olingan qashqadaryolik hamda buxorolik xonandalar ishtirokidagi xotira ko'rsatuvi siz aziz muxlislar hukmiga havola etiladi. Bağrımni kebab etgücü perdazlerin var. Canım alarsen nezbirle baki. Yüzlep şagir çıkan ular kolunda. Ustazımsız benim babam muradım. Ambar köprügüdün ölsem ötmezmen. Kervan olsam mekanına uçmazmen. तेरे दिल की कशदी का पतवार में हूँ, पतवार में हूँ। Ayağul kameti mevzui Cihan aramın sağındım. Kolum yetmezden boyuna bir körüp o'tmoqqa keldim. Beni ko'zdan chiqargan dur marjon sensan. Amsur surxanım, nasibe kanım. Benimle kuzdanım, özümün anım. Bugun ko'rsatuv 20:15 da efirga uzatiladi.